O'ziga nazar loyihasidan Murod Xonto'rayev ishtirokidagi jangni namoyish etishga qaror qildik. Marhamat, jangni boshlaymiz. Siz guvohi bo'ladigan ushbu jang 2017-yil Qirg'iziston Respublikasida Pro Fight 16 ning 42-turniri doirasida bo'lib o'tgan. Hamyurtimizga ukrainalik Igor Zarnatskiy raqiblik qiladi. Demak, Igor Zarnatskiy oktagonga chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sekundantlar uning yuziga teri yorilishiga qarshi moy surib qo'yishmoqda. Sharhlovchi jangchilarni tanishtiryapti. Biz esa tanishtirib o'tirmaymiz do'stlar, chunki hamyurtimiz o'zbek o'g'loni Murod Xonto'rayevni bilmaydiganlar, tanimaydigan muxlis bo'lmasa kerak. Demak, referi jangchilarni oktagon markaziga taklif qildi. Jang qoidalarini eslatib o'tmoqda. Jang boshlandi do'stlar. Jang boshlanishi bilan hamyurtimiz tomonidan yo'llangan super kuchli oyoq zarbalari ukrainalik raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Super jang, ajoyib jang, shunday emasmi do'stlar? O'zbeklar butun dunyoga o'z mehmondo'stligi bilan mashhur deb bekorga aytishmaydi. Hamyurtimiz Murod Xonto'rayev ushbu jangdan so'ng raqibi Igor Zarnatskiyga Osiyo ayg'i mazmuni tushirilgan kiyimni sovg'a qildi. Jang so'ngida esa an'anaga muvofiq birgalikda esdalik uchun suratga tushib qo'yishmoqda. Do'stlar, biz esa videorolikimizni shu yerda yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada bu haqida yozishni unutmang. Sizlardan chiroyli like, bizdan esa yangi video. Ko'rganda ko'rishguncha.